Salom, aziz obunachilarim va qadrli tomoshabinlarim. Bugun siz bilan shoshilinch va o'ta muhim bir mavzuni muhokama qilamiz. Hozirgi iqtisodiy vaziyatda ko'pchiligimiz kundalik xarajatlar, oilaviy byudjetdagi bo'shliqlar va umuman moliyaviy barqarorlik masalasi jiddiy tashvishdamiz. Ishonchim komilki, har biringizning ongingizda qanday qilib qo'shimcha daromad topish mumkin? Davlatdan yoki boshqa manbalardan qanday yordam olish mumkin degan savollar aylanib yuribdi. Aynan mana shu nuqtada men sizga juda muhim bir yangilikni yetkazmoqchiman. Bu ma'lumot har biringizga bevosita yoki bilvosita taalluqli bo'lishi mumkin. Chunki xalqaro hamkorlarimiz tomonidan taqdim etilayotgan jiddiy moliyaviy qo'llab-quvvatlash masalasi hozirda juda faol muhokama qilinmoqda va amalga oshirilmoqda. Sizni ushbu videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qilishga chaqiraman. Chunki uning har bir daqiqasi siz uchun qimmatli bo'lishi mumkin. Hozirning o'zidayoq kanalimga obuna bo'lishni va bu videoga like bosishni unutmang. Shunda biz birgalikda bu muhim ma'lumotni yanada ko'proq odamga yetkaza olamiz. Avvallari vaziyat qanday edi va hozir nima o'zgardi? Bu juda muhim savol. Ilgari mamlakatimizda ijtimoiy himoya va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash tizimlari mavjud edi, albatta. Ammo ko'pincha bu dasturlar cheklangan mablag'lar bilan ishlagan, byurokratik jarayonlar murakkab bo'lgan va yordamga muhtojlarning hammasiga ham yetib bora olmagan. Misol uchun, oddiy bir kambag'al oila uchun oylik nafaqa miqdori juda oz bo'lib, ular uchun minimal hayot kechirish xarajatlarini ham qoplashga yetmas edi. Yosh tadbirkorlar esa o'z biznes g'oyalarini amalga oshirish uchun banklardan kredit olishda ko'plab to'siqlarga duch kelishar edi. Yuqori foiz stavkalari, garov ta'minoti muammosi, qog'ozbozlik va hokazo. Natijada ko'plab istiqbolli loyihalar qog'ozda qolib ketar. Kambag'allik esa ba'zi oilalarda avloddan avlodga o'tadigan muammoga aylanib borar edi. Bugungi kunga kelib vaziyat tubdan o'zgardi. So'nggi paytlarda hukumatimizning xalqaro miqyosdagi faol diplomatik harakatlari va islohotlari tufayli Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki kabi yirik moliyaviy institutlar, shuningdek rivojlangan davlatlarning fondlari bilan strategik hamkorlik aloqalari mustahkamlandi. Bu hamkorlik doirasida mamlakatimizga ijtimoiy himoya, tadbirkorlikni rivojlantirish, ta'lim, sog'liqni saqlash va qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish kabi ustuvor yo'nalishlarda jiddiy miqdordagi mablag'lar ajratilmoqda. Ammo bu mablag'lar har kimga shunchaki to'g'ridan-to'g'ri naqd pul ko'rinishida berilmaydi. Bu xalqaro mablag'lar hukumat tomonidan ishlab chiqilgan va amalga oshirilayotgan yangi maqsadli dasturlar orqali aniq mezonlarga asoslangan holda fuqarolarga yetkazilmoqda. Boshqacha qilib aytganda, xalqaro hamkorlar tomonidan ajratilgan mablag'lar bizning davlatimizning ijtimoiy va iqtisodiy dasturlarining salohiyatini keskin oshirdi. Bu pullar endi temir daftar, ayollar daftari, yoshlar daftari singari tizimlar orqali, shuningdek biznesni qo'llab-quvvatlash uchun ajratilayotgan imtiyozli kreditlar va grantlar shaklida odamlarga yetib bormoqda. Eng muhimi, bu yangi tizim shaffoflikni oshirishga va byurokratik to'siqlarni kamaytirishga qaratilgan bo'lib, yordamga chinakam muhtoj bo'lgan yoki biznes g'oyasini amalga oshirishga intilayotgan fuqarolarga yordamni tezroq va samaraliroq yetkazishni maqsad qilgan. Endi esa ushbu juda muhim va dolzarb masalaning tafsilotlariga chuqur kiramiz. Aynan nimalarni bilishingiz kerak, kimlar xavotirlanishi kerak va kimlar esa aksincha bu imkoniyatlardan foydalanishi mumkin. Bu solidna viplata, jiddiy to'lov tushunchasini juda aniq tushunib olishimiz kerak. Bu universal asosiy daromad kabi hamma aholiga shunchaki oylik pul to'lanishi emas. Bu avvalambor maqsadli yo'naltirilgan moliyaviy yordam, imtiyozli kreditlar, qaytarib berilmaydigan grantlar va ijtimoiy xizmatlar shaklida namoyon bo'ladi. Uning asosiy maqsadi aholining zaif qatlamlarini ijtimoiy himoya qilish, kambag'allikni qisqartirish, tadbirkorlikni rivojlantirish orqali yangi ish o'rinlari yaratish va iqtisodiy faollikni oshirishdan iborat. Kimlar uchun bu muhim? Birinchi navbatda aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlari. Bular, masalan, boquvchisini yo'qotgan oilalar, nogironligi bo'lgan shaxslar, yolg'iz onalar, ko'p bolali oilalar, ishsizlar va daromadi juda past bo'lgan fuqarolar. Mana shu toifadagi fuqarolar uchun moliyaviy yordam miqdori sezilarli darajada oshirilgan. Misol uchun, ilgari oilalar oladigan bolalar nafaqasi yoki moddiy yordam miqdori ko'pincha minimal darajada edi. Hozir esa xalqaro hamkorlar tomonidan ajratilgan mablag'lar hisobiga bu nafaqalar miqdori oshirildi.
Ularni olish tartibi soddalashtirildi va eng muhimi, ular muntazamlik kasb etdi. Tasavvur qiling, bir oila Toshkent viloyatining O'rta Chirchiq tumanida yashaydigan 5 a'zodan iborat oila, 2 farzandi va nogironligi bo'lgan turmush o'rtog'i bor bo'lgan ayol, deylik Gulnora opa. Uning oylik daromadi juda kam. Ilgari u har oyda atigi 300 ming so'm miqdoridagi nafaqa olgan bo'lsa, hozirgi kunda yangi dasturlar tufayli unga nafaqa miqdori 670 ming so'mga bu raqamlar shartli bo'lib. Vaziyatga qarab o'zgarishi mumkin, ko'tarilishi mumkin. Balki qo'shimcha ravishda temir daftar orqali maishiy texnika xarid qilish yoki farzandlari uchun maktabga tayyorlanish uchun yordam puli ham ajratilishi mumkin. Bu ularning kundalik turmush tarzini sezilarli darajada yaxshilaydi va oilaning ijtimoiy-iqtisodiy holatini mustahkamlaydi. Ikkinchidan, tadbirkorlik bilan shug'ullanishni istagan shaxslar. Bu yoshlar, ayollar, shuningdek dehqonchilik yoki hunarmandchilik bilan shug'ullanadigan fuqarolar bo'lishi mumkin. Xalqaro mablag'lar hisobidan ayniqsa kichik va o'rta biznesni rivojlantirishga qaratilgan jiddiy dasturlar ishga tushirilgan. Bular nafaqat imtiyozli foiz stavkalaridagi kreditlar, balki qaytarib berilmaydigan grantlar hamdir. Masalan, Farg'onadan kelgan yosh tadbirkor 28 yoshli azamat u yerda kichik bir qandolat do'koni ochishni orzu qiladi. Ilgari unga bankdan kredit olish qiyin bo'lgan, chunki garov ta'minoti yo'q edi. Hozir esa yoshlar daftari yoki har bir oila tadbirkor dasturi doirasida unga 2 million so'mgacha qaytarib berilmaydigan grant ajratilishi mumkin. Agar uning biznes rejasi sinchkovlik bilan o'rganilib, ma'qullansa. Bu pulga kerakli uskunalar, masalan, pishiriq pechi, muzlatgich va boshqa jihozlarni sotib olib, o'z biznesini boshlashi mumkin. Bu uning uchun nafaqat moliyaviy yordam, balki o'zini o'zi band qilish va kelajakda boshqa fuqarolarni ham ish bilan ta'minlash imkoniyatidir. Grant olish uchun albatta u o'zining biznes g'oyasini batafsil tushuntirib berishi va uning barqarorligini isbotlashi kerak bo'ladi. Yoki masalan, Surxondaryo viloyatidan 45 yoshli Gulnora opani olaylik. U tikuvchilik bilan shug'ullanadi, lekin uy sharoitida eski tikuv mashinasida. Ayollar daftari orqali u nafaqat ijtimoiy yordam olishi, balki o'z mahoratini oshirish uchun kurslarda o'qishi va zamonaviy tikuv mashinalari uchun imtiyozli kredit yoki hattoki bir qismini qoplash uchun grant olishi mumkin. Bunday yordam unga o'z xizmatlarini kengaytirish, ko'proq mijozlar topish va o'z daromadini bir necha barobar oshirish imkonini beradi. Natijada u oilasini yaxshiroq ta'minlay oladi va jamiyatda o'z o'rnini mustahkamlaydi. Uchinchidan, qishloq xo'jaligini rivojlantirishga qaratilgan loyihalar. Fermerlar va dehqonlar uchun ham yangi imkoniyatlar ochilmoqda. Masalan, qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish, energiya samaradorligini oshirish, suv tejovchi texnologiyalarni joriy etish uchun past foizli uzoq muddatli kreditlar ajratilmoqda. Bir fermer o'z erlarida tomchilatib sug'orish tizimini o'rnatish uchun zarur bo'lgan erta muddatli 5 yillik atigi 4-5 yillik foiz stavkasi bilan kredit olishi mumkin. Bu uning suv sarfini kamaytiradi, hosildorlikni oshiradi va pirovardida daromadini ko'paytiradi. Bunda imkoniyatlar ilgari juda kam bo'lgan yoki umuman mavjud emas edi. Bu loyihalar orqali nafaqat fermerlarning o'zi boyidi, balki qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi ortadi. Bozorlar to'kin bo'ladi va aholi sifatli arzon mahsulotlar bilan ta'minlanadi. Kimlar xavotirlanish kerak? Aslida xavotirlanish degan so'z o'rniga e'tiborli bo'lish kerak degan ifoda to'g'riroq bo'ladi. Agar siz yuqorida sanab o'tilgan toifalarga kirmasangiz va sizning moliyaviy holatingiz barqaror bo'lsa, siz to'g'ridan-to'g'ri ushbu dasturlardan moliyaviy yordam olishingiz shart emas. Lekin bu sizga umuman taalluqli emas degani emas. Bu dasturlar orqali iqtisodiyot jonlanadi, ish o'rinlari ko'payadi, xizmat ko'rsatish sifati yaxshilanadi. Bu esa bilvosita har bir fuqaroga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bundan tashqari, agar siz o'zingizni solidna viplata olishga haqli deb hisoblab, noto'g'ri ma'lumot bersangiz yoki yolg'on hujjatlar topshirsangiz, albatta bu sizga huquqiy oqibatlarni keltirib chiqaradi va siz jiddiy muammolarga duch kelishingiz mumkin. Shuning uchun har doim halol va shaffof bo'lish kerak. Kimlar esa xavotirlanish shart emas. Yuqorida sanab o'tilgan mezonlarga mos keluvchi barcha fuqarolar, ya'ni haqiqatan ham moliyaviy yordamga muhtoj bo'lganlar yoki biznesini rivojlantirish uchun imkoniyat izlayotganlar xavotirlanishi shart emas. Ular davlat tomonidan yaratilgan ushbu imkoniyatlardan foydalanishlari va o'z hayotlarini yaxshilashlari mumkin.
Asosiysi to'g'ri ma'lumot olish, tartib-qoidalarni o'rganish va belgilangan muddatlarda hujjatlarni taqdim etish. Bu yerda e'tibor berish kerak bo'lgan istisnolar, tuzoqlar va noaniq jihatlar ham mavjud. Birinchidan, bu barchaga degan tushunchani noto'g'ri talqin qilishdan ehtiyot bo'lish kerak. Yuqorida aytib o'tganimizdek, bu to'g'ridan to'g'ri universal tarzda har bir kishiga beriladigan naqd pul emas. Bu aniq mezonlar va maqsadlarga ega bo'lgan dasturlar orqali taqdim etiladigan yordamdir. Ya'ni agar siz yuqorida sanab o'tilgan toifaga kirmasangiz va ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lmasangiz, shuningdek biznes g'oyalaringiz bo'lmasa, shunchaki pul tarqatilyapti degan mish-mishlarga ishonib, vaqtingizni va asablaringizni sarflamang. Ikkinchi muhim jihat bu firibgarlik holatlari. Har qanday yangi imkoniyat paydo bo'lganda, darhol firibgarlar faollashadi. Ular sizga xalqaro tashkilotlardan tezda pul olib berishni va'da qilishlari, buning evaziga ma'lum bir komissiya talab qilishlari yoki sizning shaxsiy ma'lumotlaringizni o'g'irlashga urinishlari mumkin. Ehtiyot bo'ling. Hech qanday rasmiy dastur sizdan pul to'lab yordam olishingizni talab qilmaydi. Agar sizga komissiya to'lang, biz sizga yordam pulini olib beramiz desa, bu aniq firibgarlik alomatidir. Barcha rasmiy arizalar va murojaatlar davlat idoralari yoki belgilangan elektron portallar orqali bepul amalga oshiriladi. Shuning uchun faqat rasmiy manbalarga ishoning. Masalan, mahallangizdagi mas'ul shaxslar, bandlikka ko'maklashish markazlari, davlat xizmatlari markazlari yoki my.gov.uz portali. Uchinchidan, dasturlarning byurokratik tuzoqlari. Garchi jarayonlar soddalashtirilgan bo'lsa-da, ba'zi hujjatlarni to'plash, anketalarni to'ldirish va arizani topshirish uchun ma'lum bir tartibga rioya qilish talab etiladi. Ba'zi fuqarolar bu jarayonlarni murakkab deb bilib, yordam olishdan voz kechishadi. Bu xato. Har qanday tushunmovchilik yuzaga kelsa, mas'ul xodimlardan batafsil tushuntirish so'rashdan cho'chimang. Ular sizga yordam berishga majbur. Agar siz arizangizni to'g'ri to'ldirmasangiz yoki kerakli hujjatlarni taqdim etmasangiz, u rad etilishi mumkin. Bunday holatlar ba'zan odamlar orasida baribir hech kimga bermas ekan degan noto'g'ri tushunchani shakllantiradi. Aslida muammo ariza berish tartibini to'g'ri bajarmaganlikda bo'lishi mumkin. 4-dan, mablag'larning cheklanganligi. Xalqaro hamkorlar tomonidan ajratilgan mablag'lar katta bo'lsa-da, ularning miqdori cheklangan. Bu degani barcha murojaat qilganlarga birday yordam berish imkoniyati har doim ham bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun dasturlarga murojaat qilganlarning barchasi ham darhol ijobiy javob olish kafolatlanmagan. Eng muhimi, birinchi navbatda chinakam muhtoj va belgilangan mezonlarga to'liq javob beradigan fuqarolar qo'llab-quvvatlanadi. Shuningdek, biznes loyihalar uchun grantlar va kreditlar tanlov asosida eng istiqbolli va barqaror loyihalarga beriladi. Ya'ni sizning arizangiz raqobatbardosh bo'lishi kerak. 5-dan, mablag'lardan foydalanishga qo'yiladigan talablar. Esingizda bo'lsin. Bu pul shunchaki shaxsiy ehtiyojlarga sarflash uchun berilmaydi. Agar siz ijtimoiy yordam olsangiz, bu asosan asosiy ehtiyojlarni qondirishga qaratilgan bo'ladi. Agar siz biznes uchun grant yoki kredit olsangiz, u faqatgina biznes rejangizda ko'rsatilgan maqsadlar uchun ishlatilishi kerak. Masalan, qandolat do'koni ochish uchun berilgan pulga uy ta'mirlab bo'lmaydi. Bu mablag'larning sarflanishi doimiy ravishda monitoring qilinadi va hisobotlar talab qilinadi. Bunday nazoratning sababi oddiy. Xalqaro hamkorlar o'z mablag'larining maqsadli va samarali ishlatilishini ta'minlashni istashadi. Chunki bu mablag'lar ularning davlatlari soliq to'lovchilar pullaridir. Agar siz berilgan mablag'ni maqsadidan chetga chiqib ishlatsangiz, uni qaytarib berishingiz talab qilinishi mumkin. Hattoki jinoiy javobgarlikka tortilish xavfi ham mavjud. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz: amaliy maslahatlar. Bu imkoniyatlardan samarali foydalanish uchun siz aniq nimalarni qilishingiz kerak. Bu yerda men sizga bosqichma-bosqich ko'rsatmalar beraman. Birinchi qadam ma'lumot to'plash va o'z holatingizni baholash. Avvalo, siz o'zingizning oilaviy holatingizni, daromadlaringizni, bandlik statusingizni va ehtiyojlaringizni xolisona baholashingiz kerak. Siz ijtimoiy himoyaga muhtojmisiz? Temir daftar, ayollar daftari yoki yoshlar daftariga kirish mezonlariga mos kelasizmi? Yoki sizda amalga oshirishga qodir bo'lgan, daromad keltiradigan biznes g'oyangiz bormi? Agar siz tadbirkorlikka moyil bo'lsangiz, qanday sohada va qanday mahsulot yoki xizmatni taklif qilmoqchisiz? Bu savollarga aniq javob topish orqali siz qaysi dastur sizga ko'proq mos kelishini aniqlab olasiz. Faqat bitta dasturga emas, balki bir nechta dasturga mos keladigan holatlaringiz bo'lishi mumkin.
Masalan, yolg'iz ona ham ijtimoiy yordam olishi, ham o'z biznesini boshlash uchun grantga murojaat qilishi mumkin. Ikkinchi qadam kerakli hujjatlarni tayyorlash. Har bir dastur uchun o'ziga xos hujjatlar talab etiladi, ammo umumiy holatda quyidagilar asosiy hujjatlardir. 1. Pasport, sizning shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat. 2. Oilaviy ahvolingizni tasdiqlovchi hujjatlar. Nikoh guvohnomasi, farzandlarning tug'ilganligi haqidagi guvohnomalari. 3. Daromadlar to'g'risidagi ma'lumotnoma. Bu sizning ishingizdan yoki boshqa manbalardan olingan oylik daromadingizni aks ettiradi. Agar ishsiz bo'lsangiz, bandlikka ko'maklashish markazidan ishsizlik guvohnomasi. 4. Kadastr hujjatlari. Agar sizda mulk mavjud bo'lsa, chunki ba'zi dasturlarda mulkning mavjudligi baholanishi mumkin. 5. Biznes reja. Agar siz tadbirkorlik uchun grant yoki kreditga murojaat qilayotgan bo'lsangiz. Bu hujjat juda muhim. U sizning biznes g'oyangizni, kutilayotgan daromadingizni, xarajatlaringizni, yaratmoqchi bo'lgan ish o'rinlaringizni va boshqa muhim jihatlarni batafsil yoritish kerak. Agar siz biznes reja yozishni bilmasangiz, mahalla yoki bandlikka ko'maklashish markazlari qo'shnidagi maslahat markazlariga murojaat qilishingiz mumkin. U yerda sizga bepul yordam berishadi. 6. Nogironlik haqidagi ma'lumotnoma. Agar siz nogironligi bo'lgan shaxs bo'lsangiz. 7. Boshqa dasturga xos ma'lumotnomalar. Masalan, yoshlar daftari uchun o'qish joyidan ma'lumotnoma va hokazo. 3. Qadam, qayerga murojaat qilish kerak? Mahalla idorasi. Agar siz ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lsangiz, temir daftar, ayollar daftari, yoshlar daftariga kirish uchun birinchi navbatda mahallangizdagi mas'ul xodimlarga murojaat qiling. Mahalla raisi, xotin-qizlar faoli yoki yoshlar yetakchisi sizga dastlabki ma'lumotlarni beradi va arizangizni rasmiylashtirishda yordam beradi. Ular sizning holatingizni o'rganib chiqib, tegishli komissiyaga taqdim etadilar. 2. Bandlikka ko'maklashish markazlari. Agar siz ishsiz bo'lsangiz va tadbirkorlik bilan shug'ullanmoqchi bo'lsangiz, ushbu markazlarga murojaat qilishingiz mumkin. Ular nafaqat ish taklif qiladi, balki tadbirkorlik asoslarini o'rgatadi. Biznes reja tuzishda yordam beradi va imtiyozli kreditlar yoki grantlar olishda ko'maklashadi. 3. Davlat xizmatlari markazlari DXM. Ko'plab ijtimoiy va tadbirkorlikka oid xizmatlar DXM orqali ham ko'rsatiladi. Bu markazlar yagona darcha tamoyili asosida ishlaydi. Ya'ni sizga bir joyning o'zida bir nechta xizmatlarni olish imkoniyatini beradi. 4. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali mybank.uz. Ko'pgina arizalarni onlayn tarzda uydan chiqmagan holda ham topshirish imkoniyati mavjud. Bu eng qulay va shaffof usullardan biridir. Portaldan ro'yxatdan o'tib, kerakli xizmatni tanlab, elektron shaklda arizani to'ldirishingiz va hujjatlarning elektron nusxalarini yuklashingiz mumkin. 5. Banklar. Agar siz imtiyozli kreditlarga murojaat qilayotgan bo'lsangiz, to'g'ri tijorat banklariga, masalan, Xalq banki, Agrobank, Mikrokredit bank kabi murojaat qilishingiz mumkin. Ammo avval mahalla yoki bandlik markazidan tegishli tavsiya yoki xulosani olishingiz tavsiya etiladi. 4. Qadam, arizani to'g'ri yozish va kuzatish. Arizani to'ldirishda maksimal darajada halol va aniq bo'ling. Hech qachon yolg'on ma'lumot bermang. O'zingizning holatingizni va ehtiyojlaringizni batafsil tushuntiring. Agar siz biznes reja taqdim etayotgan bo'lsangiz, uni ixcham, tushunarli va ishonarli qilib yozing. Taqdim etilgan arizaning holatini muntazam ravishda kuzatib boring. Onlayn portallar orqali bu jarayonni osonlikcha amalga oshirishingiz mumkin. Agar sizga qo'shimcha hujjatlar talab qilinsa yoki savollar tug'ilsa, zudlik bilan javob bering. Esingizda bo'lsin, sizning faolligingiz va mas'uliyatliligingiz arizangizning ijobiy ko'rib chiqilishiga ta'sir qiladi. Ba'zan murojaatlar ma'lum sabablarga ko'ra rad etilishi mumkin. Bu holda rad etilish sababini aniq tushunib oling, kamchiliklarni bartaraf eting va qayta murojaat qilishdan cho'chimang. Xulosa qilib aytadigan bo'lsam, hurmatli do'stlar, xalqaro hamkorlardan har bir kishiga jiddiy to'lov haqidagi gaplar haqiqatdan yiroq emas, ammo uni to'g'ri tushunish kerak. Bu to'g'ridan to'g'ri har bir kishiga tarqatiladigan pul emas. Balki hukumatimizning xalqaro moliyaviy institutlar bilan hamkorligi natijasida amalga oshirilayotgan, aholining aniq qatlamlarga qaratilgan jiddiy va keng ko'lamli dasturlardir. Bu dasturlar orqali siz moliyaviy yordam, imtiyozli kreditlar yoki biznesingiz uchun grantlar olishingiz mumkin. Bu imkoniyatdan foydalanish uchun sizga faqatgina ma'lumotlarga ega bo'lish, o'z holatingizni to'g'ri baholash, kerakli
hujjatlarni tayyorlash va belgilangan tartibda murojaat qilish talab etiladi. Firibgarlardan ehtiyot bo'ling va faqat rasmiy manbalarga ishoning. Umid qilamanki, bugungi videom siz uchun juda foydali bo'ldi va sizga bu yangi imkoniyatlardan qanday foydalanish bo'yicha aniq yo'l yo'riqlar bera oldim. Sizning hayotingizni yaxshilash, farovonlikka erishish sizning qo'lingizda. Faqat harakat qilish kerak. Bu boradagi fikrlaringizni, tajribalaringizni yoki savollaringizni kommentariyalarda yozib qoldiring. Ularga javob berishga harakat qilaman. Videoga like bosishni va kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Shunda biz yana ko'plab foydali ma'lumotlar bilan bo'lisha olamiz. Kelgusi videolarda ko'rishguncha xayr.